17 soni bu o'sha Jaloliddin Manguberdi 17 marotaba Mo'g'ullarga qarshi jang uyushtirgan qahramon beradi. 14 soni o'sha 17 barobar jang ichida 14 marotaba g'alaba qozongan. G'iyosiddin Podshoh bu uning katta akasi bo'lib, uning Jaloliddin Manguberdi katta isyonlar qilgani uchun uni qiynab qo'yadi va unga qarshi dushmanga aylanadi. 300 soni bu Jaloliddin Manguberdining 300 kishi bilan Urganchdan Xorasonga qaytishini haqida ma'lumot beradi. 16 soni Urganchdan Xorasonga 16 kun ichida borgani haqida ma'lumot beradi. 1221-yilda esa 700 soni esa o'sha 300 ta qo'shini bilan Xorason bo'yida istirmaga uchrab 700 kishilik qo'shinni 300 kishi bilan tarmor etadi. 1221-yilda esa Valyon qalasida Chingizxon tomonidan Valyon qalasiga uyushtirilgan jangda g'alaba qozonadi va Valyon qalasini o'z mudofaasiga oladi. Undan keyin Chingizxonni jahliga chiqib, eng kuchli noyonlardan biri bo'lmish Shiki Xotokoni 45 ming qo'shin bilan Balx, Mars va Xorason yerlariga qarshi yuboradi va buning natijasida o'zi katta qo'shin yiqqan Jaloliddin Manguberdi Shiki Xotokoni mag'lub etadi va 45 ming qo'shindan qolgan boyliklarni bo'lishga o'tishadi. Parvon jangi. Parvon jangida Jaloliddin Manguberdi eng katta qo'shinni jo'natadi. Eng katta g'alabasi Parvon jangi. Parvon jangi hisoblanadi. Xo'p. Qaysi qaladagi jang Jaloliddin Manguberdining birinchi g'alabasi edi? Valyon. Yaxshi, o'tir jangga.